Abror Muxtor Ali haqida ko'pchilik biladi. Faoliyatimizni ham ko'rgan, kuzatgan ochiqmiz va Abror Muxtor Alini pozitsiyasi aniq. Abror Muxtor Alini pozitsiyasi nima? Orqamda Alloh bo'lganini bilganimdan keyin oldimda kim bo'lishi qiziq emasmi? Qo'rqmayman. Orqasida Alloh bo'lgan zot oldidagi manaman degan dushmanni tiz cho'ktiradi. Bunga iymonim komil. Pozitsiyam aniq men. Qaysi pozitsiyadaman? Aniq. Buni hamma biladi. O Suriyada qurol ko'tarib yurgandan tortib, ana u ateist radikallardan tortib, muxolifat siyosatchilaridan tortib, hammasi biladi. Abrorning pozitsiyasi aniq. O'shaning uchun dushmanim aniq, do'stim aniq. O'shaning uchun dushmandan qo'rqmayman, do'stga suyanmayman. Pozitsiyam aniq bo'lgan. O'shaning uchun agar meni xalq yaxshi ko'rsa, samimiy yaxshi ko'radi. Manfaat ko'rmaydi mendan. Manfaat umid qilmaydi. O'shaning uchun menga qarshi bo'layotgan dushman, ya'ni razil pastkash odamlar dushman. Yaxshi odamlar menga dushman bo'lmaydi. Chunki pozitsiyam aniq.